Mersi yutaman. ichaman degandek bo'ldimi? Nima baqiryapti? Liboy Muhriddin osh markaziga borib, kamida 250 minglik osh yesiz, qo'lingizga qog'ozcha berarkan. O'sha qog'ozchaga ism, familiya, telefon nomerni yozib, o'sha yerda turgan lattatirronga tashab qo'ysangiz, Qodir Tolipov minib yurgan Mers bor-ku, o'sha yutib olishingiz mumkin ekan. Hamma shartini bajaraman. O'sha Mersini ham baribir yutaman. Yana qanaqa shart bor ekan? Qodir Tolipov o'zini komandasi tevalarga podpiska tashab qo'yibdi. Shu 4 ta odamga obuna bo'lsangiz bo'ldi ekan. iPhone 7 Pro Max ham meniki bo'ladi. iPhone 7 dan yutib olsa bo'larmikan? Ha, uni sharti sal boshqacharoq ekan. Qodir Tolipov hamma videolariga like bostirib, kommentariy yozib qo'ysa, xohlagan videosini ichidan tanlab olar ekan g'olib. Ha, uni tushundim. Qancha ko'p kommentariy yozsam, imkoniyati shuncha ko'p bo'lar ekan. Qodir aka bilan yurgan Merchi. Ha, siz 5-6 marta osh yegan boraverasiz, unda ham imkoniyatingiz ko'p bo'ladi. Gapir, tinchim. O aka, o. Bang.